Desekim balkim 40 ta ajaqdi niyati. Balkim 60 ta ajaqdi. Olsa bo'ladi. Birov aytishi mumkin, u soch bo'lmaydi. Potokda ishlasa bo'ladi. Ha. Senasi shunday bo'ladigan bo'lsa, biz uni ham beramiz. Agarda sal vaqtni chegaralab turib, yaxshi servis berib, chunki odamlar bor, kategoriyasini xohlaysanmi, xohlamaysanmi, biz xohlaymizmi yoki yo'q. Har xil. Har xil bor. Biri 50 ming beradi, biri 70 ming beradi, biri 100 ming beradi. 100 mingga 100 ming emas berishi kerak. 100 minglik minutni berishi kerak. 30 minglik xizmatni ham o'rgatib qo'yish kerak. 30 minglikka 1 soat o'tirsa bo'lmaydi. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Masalan, biz shu etaplardan o'tib kelganmiz. Masalan, 300 rublga soch olganmiz, 500 rublga, 1000 rublga, 1,5 mingga, 2000, 2,5 mingga. Har bir etaplardan o'tib kelganmiz. Biz hozir bilamiz 300 rublga qanaqa soch olish, qanaqa servis berish, qanaqa kачество berishni. Kelgan odam o'zidan biladi. Gapingiz to'g'ri. Masalan, biz qilishimiz mumkin, bo'lmasa har xil qilib. Masalan, ekonomda ishlayib turganlarga ekonomskiy variant, ekonomskiy o'qishlar. Shunda urg'u berib gaplab o'tib ketamiz, sekund. Sekund bir o'shanaqa. 5-10 sekundmi? Bor 1 minut gaplab. 1 minut o'tib, bu ekonomskiy variant, bu sredniy variant, bu premium. Mashinga bunaqa qilasan, kачествоsi bunday bo'ladi, puliga yarasha. Bunday urib bersang bunday bo'ladi. Bunday. O'sha siz aytmoqchi, servis ham zo'r. Servis sohasi, klient bilan qanday gaplashish, qanday kresloga o'tirgizish, qanday muomala qilish, qanday boshlash, nima qilish kerak, shu klient uspokоить bo'lib, spokойно bo'lib, rezultat bo'lguncha jim o'tirish, ha deb men unday qilib, bunaqa qilavermasligi. O'sha boshida masalan bunday qilamiz, betini kesamiz, olamiz, ukladka qilamiz, bunaqa rezultat bo'ladi deb yaxshi, to'g'ri tushuntirib berishlar, ha deb nima qilavermasligi uchun zo'r bo'ladi, zo'r ideya. Hozir bizda bo'lmasa boshlang'ichlarga o'sha cholka, ukladkalar bo'lib, bitta papka bo'ladi, отдельно. Po servisga ekonomlarga отдельно qilib qilamiz. Texnika urg'u beramizda, endi qisqa texnika, inoba texnika, misol uchun 10 ni ur, 6 ni ur, 4,5 ur, 3 ni urmas. Misol uchun to'g'ri 3 ni urib ham to'g'ri ochib ilib to'g'ri ishlash, misol uchun bu texnikalarni o'rgatish, misol uchun. Как fast food. Masalan, menda bo'ladi, ishim shashilish bo'lsa yo bosh chiroyli bo'lsa, 4,5 nasatka, 3 nasatkani qo'ysam ham o'sha rezultat. Endi baribir nasatkadacha ko'proq yaxshi bo'ladi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, 4,5 da olib turib, tishini ochiq pichoq bilan shuni yopib turib fayt qilib yuboriladi. Masalan 45 minut olinmaydi, 15 minutda o'sha tugadi. Nima desa, o'sha kачество plus minus bir xil. Gapingiz to'g'ri, endi siz aytmoqchisiz, tezroq olish, o'sha kачествоni tezroq berish, yaqinroq. Kimdir haqiqatda to'g'ri, kimdir kelib qoladi, ishim zaril, men 1 soat o'tira olmayman, 20-25 minutda meni sochimni og'ir deydigan odamlarga ham qo'shimcha shunaqa texnikani ham bilish kerak demoqchisiz. Bilim ko'p bo'lsa, ko'plik yetmaydi-ku, misol uchun miyaga signal bermaydi-ku. Men ham miyamda, misol uchun miya signal bermaydi-ku, chota miya to'lib qoldi. Natdamaydi-ku, o'shaning uchun bilib qo'ygan yaxshi.